miyada siz nimani o'ylaydigan bo'lsangiz, o'sha sizni hayotingizga kirib kelaveradi. Qarzdagi yurgan odam ko'zini ochgandan ko'zini yumguncha faqat qarzni o'ylaydi. Aytishingiz mumkin. Endi qarzni o'ylamasam nimani o'ylayman deyishingiz mumkin, a? Tushunib turibman. O'zim ham vaqtida faqat qarzni o'ylaganman. Depressiyaga tushib, infarkt, insult bo'lib yurganmiz. Lekin bitta narsaga amin bo'ldim. Uni o'ylagan bilan u yo'q qolmas ekan-ku, qarz. Siz o'yladingiz, yo'q qoldimi qarzingiz? Yo'q bo'lmayapti-ku. Yo'q bo'lmayapti-ku. U naborat ko'payyapti. Mana shu joyni tushuninglar-da. Qarang, siz yana bir bor qaytaraman. Buni ko'p periodacha, ko'p efirlarimda aytaman. Qaysi o'tga o'tin tashlasangiz shu yonaveradi. Mana bu yoqda bitta o't yonib turibdi, qarz degan. Bu yoqda qarzi yo'q, moliyaviy erkinlik degan o'tin yonibdi. O't yonib turibdi. Agony. Ikkita o't. Siz ertalab turganingizda sizga Alloh taolo energiya beradi. Bir kunga yetadigan energiya Alloh taolo bizga kechqurun uxlaymiz-ku, uxlaganimizda bizga ertangi kunga energiya beradi Allohim. O'sha energiyani turganingizda qo'lingizda o'tin turibdi, o'tin. Bu energiya. Bu yerda yana tanlov turibdi, ko'rdingizmi? Tanlov erkinligi berilgan deganim shu. Siz o'tinni olasizda qaysi biriga tashlaysiz? Moliyaviy erkinlikka tashlaysizmi yoki qarzga tashlaysizmi? 1000% garantiya beraman, qarzga tashlaysiz. Qanaqa qutulsam ekan, shu qarzim jonimga tegib ketdi, nima qilsam ekan, palonchi hozir eshigim taqillatib kelsa kerak, voy foizlarim ko'payib ketyapti, voy kreditim kelib qoldi, nima qilsam ekan, shu qarz shunday charchatdi, asabiylashyapman deb siz o'sha qo'lingizga o'tinni qarzga tashlayverasiz. Qarzga tashlayverasiz. Bu energiya-ku. Qarzingiz lovlab yonaveradi. Katta nimaga plamya nima bo'ladi? O'tkichasidan katta o'tga aylanadi. Ya'ni qarz yana ko'payaveradi. Bu esa moliyaviy erkinlik esa u o'chib qoladi unga o'tini tashlamagandan keyin. Tushuntira oldimmi? Hozir kim tushundi? Buni bilim kerak, buni tushunish uchun. Ko'pchilik tushunmaydi, bola gapirdi, men xotin deydi.